juda ham chiroyli bo'lib yonyapti. Hozir ko'mir hokasi zapravka qilingan, juda ham zo'r alanga berib qizdiryapti. Kotelimiz atrofi полный izolyatsionni kotel. Sistemamiz gidrokollektor orqali xo'p uzatib beryapti. Podachilarni, obratkalarda nержавейкаdan kollektor qilingan. Assalomu alaykum, Kotel.uz kanalining hurmatli tomoshabinlari. Biz Andijon viloyati Sharxon tumanidamiz. 250 kvadratli xonadonga полный isitish tizimini o'rnatib berganmiz. Bu hududlarda gaz yo'q ekan, gazsiz hudud turga kirar ekan, shuning uchun isitish tizimimizni ko'mirli kotelga moslab berdik. Kotelimiz Turkiyada ishlab chiqarilgan Faben firmasini 35 kilovatlik avtomatik ko'mirli koteli. 180 kvadratdan 350 kvadratgacha xonadonlarga ustanovka qilinadi. Xo'p, zapas xodi 125 kg ko'mir hokasi solinadi bunkeriga va avtomatik yonish qismiga uzatib beradi ko'mirni. Mana shu yerda yonadi mana. Juda ham chiroyli bo'lib yonyapti hozir. Ko'mir hokasi zapravka qilingan, juda ham zo'r alanga berib qizdiryapti. Kotelimiz atrofi полный izolyatsionni kotel. Kotel xona qilingan, chetga o'rnatilgan va atrof utepленныйligini hisobiga kotel xona bo'lmasa ham tepasi yomg'ir tushmaydigan naves bo'lsa bo'ldi, o'rnatilsa bo'ladi. Полный sistemamiz gidrokollektor orqali xo'p uzatib beryapti. Podachilarni, obratkalarda nержавейкаdan kollektor qilingan. Xo'p, adashmasam bitta, ikkita, uchta, to'rtta podachisi bor, to'rtta obratkasi bor. 100 litrli boiler qo'yilgan. Xo'p, xonadonni полный issiq suv bilan ta'minlab beradi. Qish mavsumida kotel suvni qaynatadi, boilerga uzatib beradi. Boiler полный saqlab beradi va boilerdan xonadonga issiq suv bemalol foydalanadi. Endi bitta savol tug'ilishi mumkin. Bahorda kotel o'chganda boiler ichidagi suv nima bo'ladi deb savol bo'lishi mumkin. Bahorda, shu bahor mavsumida kotel o'chgandan keyin boilerimiz tenga ham moslashtirilgan. O'zini teni bor, o'sha ten полный boiler ichidagi 100 litr suvni qaynatadi hamda xonadonga uzatib beradi. Ham ko'mirga moslangan, ham elektrga moslangan boiler. Podachida, o'sha koteldan podachida bitta obratkasi bor. Полный kotelda aylanadi. Kotel ishlamagan paytda elektr tokidan foydalanadi mana. Bunkeriga 125 kg ko'mir solinadi. 350 kvadratli xonadonlarga bemalol 2 sutka, 3 sutka yonib beradi. Kotelimiz xo'p, 59 gradusni ko'rsatyapti. O'zidan 59 gradus podachi chiqarib beryapti. Uni qo'yilgan. Xo'p. 60 gradusga qo'yilgan. Mana 60 ga borib, kotelimiz dam olishni boshladi. Полный o'chdi. Aytilgan gradusga qo'yilgandan keyin shinega ham dam oladi, ventilyatori ham bemalol dam olib turadi. Mana shu xonadonimizga полный ustanovka qilingan radiator ham bor, topli pol ham bor, hammasini qizdirib beryapti. Kotelimiz shu orqa tomonga kotelxonaga ustanovka qilingan. Полный xonadonimizga 17 ta har xil razmerdagi panelli radiatorlar ustanovka qilinibdi. Hozir santexnikimizdan shu ma'lumotni oldik. Kotelimiz to'liq holatda ishlayapti. Demak, o'tini ko'ryapsizlar, hech qanaqa zararli qora tutun yoki kul uchib tushgani yo'q. Mana to'liq holatda ishlayapti. Xudo xolasa, nержавейкali ich tashi sendvichi Dimaxutdan o'rnatganmiz. Xo'p, kotelimizni stalga kelsak, 4 mmlik staldan foydalangan, primoy Turkiyadan ishlab chiqarilib, O'zbekistonga keltirilgan. O'zbekistonda terilmagan. Mana shu holatda Turkiyadan yetib keladi. O'zini aqlli paneli juda ham kuchli xo'p, motori bor. Juda ham kuchli reduktori bor, original ventilyatori. Mana shu holatda Turkiyadan yetib keladi. Xo'p, 2025-yil 27-oktyabrda bu videoda olyapmiz. 35 kilovatlik kotelimizning narxi hammaga qiziq. Bugun kun sanasiga $2400 bo'lyapti. Mana shu obzor qilgan kotelimiz. Kotelimiz to'liq utepленный, kilogramga kelsak 400 kilogramdan og'irroq bu kotel, juda ham sifatli qilib ishlab chiqarilgan. Bitta, ikkita, 3 ta o'zini eshigi bor. Bu eshigi maxsus teplomennilarni tozalash uchun mo'ljallangan. O'rtadagi katta eshigi o't yoqish uchun tozalangani qo'yilgan. Pastdagi eng katta eshigi bir sutkada bir mahal kulini tozalab olish uchun mo'ljallangan.
Xo'p, kotol haqida to'liqroq ma'lumot berdik degan umiddaman. Kim qanaqa savoli, qanaqa fikr bo'lsa, kommentariyaga yozinglar. Agar aytilmagan joylarimiz bo'lsa, bemalol kommentariyaga yozaverasizlar. Javob berishga harakat qilamiz. Sistema juda ham sifatli qilib qilingan, pul ayalmagan, hammasi yo'q, o'sha original narsalardan foydalanilgan. Sistema закрытый sistema, лучевой sistemada bo'lgan. O'sha 17 ta harflarga panel radiatorlari polni uzatib, suvni polni tortib beryapti. Shunaqa gaplar. Biz Andijon viloyati Sharxon tumanida bo'ldik. Sistemani tergan ustani nomerini ekranga qo'yib qo'yamiz. Xudo xolasa, vodiy bo'ylab xizmat qilasizlar, Avliyoxon. Vodiy bo'ylab xizmat ko'rsatishadi. Shunaqa sistemalarda garantiyali qilib, sifatli qilib, vodiy bo'ylab xizmat qilib berishadi. Kimga kerak bo'lsa, aloqa chiqaverasizlar. Xudo xolasa, ishlaringni chiroyli qilib bitkazib berishadi. Bu o'sha sistemani yiqqan ustalar Farg'ona viloyatidan vodiy bo'ylab xizmat ko'rsatishadi. Videolarda kamchiliklar va xatolar bo'lsa uzr so'raymiz. Videoga like bosib, ko'mirli kotol o'qtalib yurgan tanishlarga, shunaqa sistemani qildiraman degan tanishlarga shu videoni jo'natib qo'yasizlar. Agar usta kerak bo'lsa, ustaga aloqa chiqishadi. Agar ko'mirli kotol kerak bo'lsa, biz manzil Farg'ona viloyati Qo'shtepa tumanida. Shu kotollarni Qo'shtepa tumanida topasizlar. Shunaqa rossiyskiy, turetskiy o'zimiz ishlab chiqargan 20 xildan ortiq ko'mirli kotol bor. Ko'mirli kotol sohasida xudo xolasa, kotol o'ziga murojaat qilsalaring, ishlaringni bitirib beramiz. Videoga yana bir bor like bosib qo'yamiz.